Hammasi yaxshi. Sarıqo'y, sariqcha qani? Sariqcha yo'qolib qoldi. Nima? Ikkita fur yashil. Ana bo'ldi. Vazifalari skelga qaraganda boshqacha. Muayyan, qanday qilib polisga kelding? Yashil kapitan, sizlar polisga uchib ketganingizni bilib qoldi va qo'ng'iroq qilgani ketganda men shu yerga uchib keldim. Qara sariqcha. Nima bo'ldi? Sariqcha aslida sotqin emas, yaxshi bo'lishi kerak emasmidi? Endi uni hamma sotqin deyapti. Ish qaniydi? Mana. Sarıqo'y, ushla. Mira HQga borishimni istayapsanmi? Bu yerda juda ham ko'p doktorlar bor. Sariqchani albatta o'z holiga qaytarishadi. Rostdanam. Boraman. Yo'q, bora olmayman. Nimaga? Chunki yashil kapitan sariqchani kosmosga uchirib yuboradi. Unda yashil kapitanga qo'ng'iroq qilib u bilan gaplashib qo'yaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hey! Qo'limni bersangiz boshqalarni ochingchi. Fur yashil arvoh. O'zi hammasi sanilib bo'ldi. Senga aytdim do'st bo'laylik deb, lekin sen ochar, yoqmayapti. Yashil bilan sariqchani kelishib oldik. Endi bemalol skelga borishingiz mumkin. Rahmat. Sariqcha. Biz ikkalamiz Miraga boramiz. Nima bo'ldi? Fur yashil arvohligiga asabiylashyapti. Nima? Yo'q, arvohlar mavjud emas. Narvon kerak. Shunchaki bilmay qoldim. Salam kapitan. Miragami? Agar sariqcha birortasini o'ldirsa, men sizlarni kosmosga uchiraman. Yashil bilan o'sha buni kosmosga uchirib yubor.